Assalomu alaykum. Men Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika va psixologiya fakulteti 511-23 guruh talabasi Mustafoyeva Asiloy bo'laman. Bugun men bola shaxsini rivojlantirishda yo'naltirilgan texnologiyalar fanidan dars o'tib beraman. Mavzumiz o'quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish. Rejalar bilan tanishtirib o'taman. Birinchi rejamiz mustaqil fikrlash tushunchasi va uning ahamiyati. Ikkinchi rejamiz o'quvchilarda erkin va ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish usullari. Uchinchi rejamiz mustaqil va erkin fikrlashni rag'batlantiruvchi o'quv muhitini yaratish. Mustaqil fikrlash tushunchasi nima? Mustaqil fikrlash bu o'quvchining tayyor ma'lumotlarga tayanmasdan muammoni o'zi tahlil qilib, xulosaga kelishdir. Bu ko'nikma o'quvchiga o'z fikrini asoslash, dalillar keltirish va yangicha yondashuvni ishlab chiqishiga yordam beradi. Mustaqil fikrlashning asosiy xususiyatlari nimadan iborat? Shu xususiyatlardan birinchisi tanqidiy qarash, ya'ni har bir ma'lumotni chuqur o'ylab tahlil qilish. Ikkinchi rejamiz bo'yicha ijodiy yondashuv nima? Ijodiy yondashuv odatiy vaziyatlarga noodatiy, yangi yechimlar topish. Uchinchisi esa shaxsiy pozitsiyaga ega bo'lish, ya'ni o'z nuqtai nazari asosida tarzda ifoda etish. Mas'uliyat bu o'z fikr va qarorlari uchun javob bera olishdir. Erkin fikrlashning mohiyati nima? Avvalo erkin fikrlash nima degan savol keladi. Erkin fikrlash bu insonning tashqi bosimlarsiz, qo'rquvsiz o'z fikrini ochiq va aniq bayon qila olish qobiliyatidir. Bu turdagi fikrlashda inson o'z fikrini hech qachon cho'chimay erkin ifodalaydi, yangicha qarashlarni ilgari suradi va turli g'oyalarga ochiq bo'ladi. Erkin fikrlashning asosiy jihatlari nimadan iborat? Birinchi jihati, ya'ni fikr bildirishda erkinlik. O'z fikrini talabalar yoki o'quvchilar bemalol ayta olishadi. Ikkinchisi esa o'zgacha qarashlarga ochiqlik, ya'ni boshqa nuqtai nazarlarni ham tushunishga intilish. Uchinchisi ijodkorlik, yangi g'oyalar, yondashuvlar taklif qila olishdir. Ijodiy fikrlash. Ijodiy fikrlash bu mavjud bilim va tajribalardan foydalangan holda yangilik yaratish, noodatiy yechimlar topish, o'ziga xos g'oyalarni ilgari surish qobiliyati hisoblanadi. Bu fikrlash turi o'quvchining fantaziyasini, tasavvurini va tashabbuskorligini rivojlantiradi. Ijobiy fikrlashning asosiy xususiyatlariga optimistik qarash, muammoga emas yechimga e'tibor qaratish, hayotga minnatdorlik bilan qarash, o'ziga va boshqalarga ishonch bildirish kabilarni misol qilib olsak bo'ladi. Bu ko'nikmalarning ahamiyati. Mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash o'quvchiga muammoni hal qilishda o'z yo'lini topish, turli vaziyatlarda tez va to'g'ri qaror qabul qila olish, hayotda faol ishtirok etish imkonini beradi. Muammoli vaziyatlarni shakllantirish usullari: savol-javob va munozarali mashg'ulotlar, muammoli vaziyatlar yaratish, loyiha va ijodiy topshiriqlar berish, mustaqil izlanish va tahliliy ishlarga yo'naltirish. O'qituvchining roli bunda nima? O'qituvchi o'quvchining mustaqil fikrlashini rag'batlantiruvchi, erkin muhit yaratib beruvchi, ijodiy topshiriqlar ishlab chiqishga yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi shaxs hisoblanadi. Ular o'quvchini ilhomlantiradi, qo'llab-quvvatlaydi va baholaydi. Mustaqil fikrlashni rivojlantirishdagi roli: o'quvchilarga muammoli vaziyatlar yaratib berish, har bir topshiriqda fikr yuritishga undash. Erkin fikrlashni shakllantirishdagi roli nimadan iborat? Ya'ni ochiq muloqot va bahslar orqali fikr bildirishga rag'batlantirish. O'quvchilarni qo'rqmasdan erkin savol berishga, fikr aytishga o'rgatishdir. Zamonaviy texnologiyalarning mohiyati, ya'ni axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o'quvchilar o'z fikrlarini vizual tarzda ifodalash, internet orqali izlanishlar olib borishi mumkin. Ta'lim sohasidagi imkoniyatlar haqida gaplashadigan bo'lsak, onlayn darslar, video darslar platformalari, ya'ni Zoom, Google Classroom, EduPage va hokazolar bilan ishlashi mumkin. Elektron darsliklar, testlar, interaktiv o'quv dasturlari mustaqil o'rganish imkoniyatlarini beradi.
aloqa va axborot olishda dunyoning istalgan nuqtasi bilan tezkor aloqa, messenjerlar, ijtimoiy tarmoqlar, internet orqali tez va keng ko'lamda axborot olish imkonini beradi. Mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish yo'llari: muammoli vaziyatlar yaratish, tanqidiy fikrlashni rag'batlantirish, o'quvchini mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatish. Bundan tashqari, savol-javob va munozara dastalarini tashkil qilish. Ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi usullarga, masalan, agar sen bo'lganingda nima qilarding topshiriqlari, o'quvchidan vaziyatga nisbatan shaxsiy yondashuv kutiladi. Fikr yuritish, sabab-oqibatni tushunish va o'z qarashini bildirishga o'rgatadi. Rolli o'yinlar va sahnalashtirish: o'quvchilar muayyan obrazlarga kirib, o'sha rolga ijodiy yondashadilar. Rasm, she'r, hikoya, dramatik matnlar yozdirish. Har bir o'quvchi o'z fantaziyasi va ichki dunyosini ifodalaydi. Yo bo'lmasa, ijodiy tanlovlar, loyiha ishlari, hamkorlikda ishlash, g'oyalarni taqdim etish, savol-javob qilish ko'nikmasini shakllantiradi. Amaliy mashg'ulotlar orqali fikrlashni rivojlantirish, ya'ni bunda ijodiy va mustaqil fikrlashni rag'batlantiruvchi amaliy usullar, masalan, fikrlar bo'roni, har kim o'z fikrini tez va erkin bildiradi. Kichik guruhli muhokama o'zaro eshitish va bahs madaniyatini shakllantiradi. Tezkor savollar o'quvchini ijodiy javob berishga turtki bo'ladi. O'qituvchi uchun tavsiyalar haqida gaplashadigan bo'lsa, o'qituvchi bu nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchining ichki dunyosini ochib bera oladigan ilhom manbaidir. Har bir o'quvchini diqqat bilan tinglaydi, o'quvchini o'zi qadrlagan va hurmat qilgan deb his qiladi. Bundan tashqari, o'qituvchi uchun tavsiyalarga har xil fikrlarni qadrlashi, yo bo'lmasa noodatiy g'oyalarni e'tiborsiz qoldirmasligi, aksincha qo'llab-quvvatlashi darkor. Xatolardan qo'rqmaslikka o'rgatishi, ya'ni xato qilish o'rganishning bir qismi degan tushunchani o'quvchilarga singdirish kerak. Bundan tashqari, ilhomlashtirish, ya'ni tanqid qilmay yo'naltirish, qattiq tanqid o'quvchini ijodiy fikrlashga to'xtatadi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi.